Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining bugungi suhbat programmasiga xush keldinglar. Programmamizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men Muhammad Izzat. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, biz bugungi bu suhbat programmamizni alohida bir kun uchun o'rlashtirdik. U bo'lsa-mu bizning kindiq qanimiz to'kilgan. Tuproqlari shahidlarimizning qonlari bilan yo'g'rilgan. Bizning izzatimiz va qadr-qimmatimiz bo'lgan. Zulm sababidan qadamlarimiz ayrilishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, ammo qalblarimiz hamisha u yerga bog'liqlik turgan. U yoq talpinib turadigan. Sharq Turkiston otliq nomi to'limi go'zal, to'limi suyumlik. Ammo o'zi ming afsus mustamlika bo'lgan Sharq Turkiston otliq ona yurtimizning mustaqilligi e'lon qilingan kundir. O 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va 1933-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatidan iborat ikki jumhuriyat xotir kunidir. Xo'sh, hurmatli ko'ruvchilarimiz, biz bu munosabat bilan bugungi bu suhbat programmamizga Sharq Turkiston surgun hukumatining bosh ministri Solih Xudoyor apandimni taklif qildik. Assalomu alaykum, hurmatli Solih Xudoyor apandim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi bu suhbat programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Oldi bilan ekran oldidagi ko'ruvchilarga o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Sizga rahmat bugungi o'sha suhbatni qilish fursat berganligingiz uchun. Alloh tuni bilma. O'zim Solih Xudoyor, o'zim Sharq Turkistonniki Atish shahrida tug'ilib, 7 yosh vaqtimda Amerikaga siyosiy panohlik tilab Amerikaga bo'ldim. 20 yılın yazdım Amerika'da yaşayatıman. Olupmu şu 2017 yıldan beri Şarkı Türkistan da müstakillik davası da aldığım septe şu müstakillik meselesi keltiriş için faaliyetler yapıyorum. Onunla burumuz zaten Şarkı Türkistan müstakillik için meyle mektep hayatımda bolsun, meyle maktabdan sırtı hayatımda bolsun, teşvik qilib kelgan edim. 2017 yıldaki Kaplan'ınki, lagerlar'ınki açılışı bilen bu bizninki Şarkı Türkistan'daki birdenlam qutuluş öyle. Yani bu ırkî kırgınçılık, bu müstəmləkəçilikni yo'qotishning bir yolu mustaqillik ekanligimizni tunib chiqdim va buni shu xalqaroga tunishtirish uchun tirishdim. Xalqimizni uyg'otish uchun Sharq Turkiston Milliy Uyg'ur harakatini qurib chiqdik. Bizningki buni qurishni sababimiz, niyatimiz xalqimizni, umumiy Sharq Turkiston xalqini, mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli qozoqli bo'lsin, mayli qirg'iz va yoki boshqa turkiy xalqlar bo'lsin, birlikda xuddi ajdodlarimiz 1933-yilda va 1944-yilda birlikda harakat qilib Xitoy tajovuzchiligiga qarshi harakat qilgan ekanligini va mustaqil davlatimizni asli keltirganligini o'rganib, biz shu xalqimizni yetaklab va xalqimizni va dunyoni uyg'otib Sharq Turkistondagi mustaqillik nasli keltirish uchun bu yo'lni boshladik. Oldi bilan biz shu Amerika parlamentining oldida uzun muddatli namoyish qilib Uyg'ur qonunini chiqaramiz, Xitoy amaldorlari jazolatimiz va Sharq Turkistondagi bir besilib olgan davlat ekanligini va Sharq Turkistonni bo'layotgan bu Xitoyning qilmishlarininki bir irqiy qirg'inchilik ekanligini dunyoga e'tirof qildirish uchun tirishib kelyapmiz. Hozir asosan ikki tarafdan g'alaba qildik desak bo'ladi. Masalan, 3 yilning biz chiqqan vaqtda ko'pincha biz mayli bizning xalqimizning orasida bo'lsin, mayli bizning xalqning sirtida bo'lsin, ko'pincha insonlar Sharq Turkistonniki bir besilib olgan davlat ekanligini uqmaydi va hatto Sharq Turkistonning nima ekanligini uqmaydi. Bu bizga qilayotgan irqiy qirg'inchilik ekanligini uqmaydi. Hatto nafsus ba'zilar madaniyat qirg'inchiligi va yoki kishilik huquq dafsanchiligi deb atab kelgandi, lekin
Bununla biz izchil holatda to'g'ri tashviq qilib, xalqarani asta-asta Sharq Turkistonningki bir besilib olgan bir davlat ekanligini asosan ammalarninki ko'p qismi bilib ketdi desak bo'ladi. Irqiy qirg'inchilikni masalasi kelgandimi, burun irqiy qirg'inchilik demaydi. Hozir asosan hamma yerda irqiy qirg'inchilik deyish boshladi. Hatta Amerika davlatininki Amerika davlat bexatarlik kengashininki raisi o'tgan hafta bu Sharq Turkistondagi bular Xitoyning qilayotganligini irqiy qirg'inchilikqa o'xshaydi dedi. Hamda bu oldidan bir boshlanish, bir signal berish. U vatandan chiqib buni degandan keyin boshqalarmi buni chiqim yaqinda Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik deb tuniydi. Yevropa parlamentlarimi parlament a'zolari irqiy qirg'inchilik da'vatida, Angliyaninki parlament a'zolari irqiy qirg'inchilik da'vatida va yaqin shu bir yil qolmay inshaalloh butun dunyo rasmiy irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qiladi. Ko'p rahmat. Yuqorida siz bilan qisqacha tanishib chiqqan bo'ldik. Albatta sizga o'xshash fidokor va jangovar kishilar orqali bu vatan bo'ladi. Inshaalloh bu mustaqillik kunimizmi yiroq emas. Undaqda ikkinchi savolga o'tsak, siz hozirgacha bizningki shu da'vo yo'limizda nima xizmatlarni qildingiz, ham hozir nima xizmatlarni davomlashtirib kelyapsiz? O'sha haqda to'xtalgan bo'lsangiz. Oldi bilan bütün dünyaya şu bulup şu Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish harakatini qurgandan keyin, andan keyin Sharq Turkiston surgun hukumatininki bosh ministr bo'lib saylangandan keyin biz dunyodagi ko'p qismdagi muhim davlatlar bilan ularga xat yozib, ular bilan aloqalashib, shu Sharq Turkistonninki rasmiy ahvolini tunitib kelyapmiz. Ve ularning Sharq Turkistondagi bu zulmli irqiy qirg'inchilik bu masalani yolg'izlam kishilik huquq masalasi emas. Aslida ishg'oliyat ostidagi bir davlat masalasi, bir irqiy qirg'inchilik masalasi va 21 asrdagi mustamlakachilik masalasi deb tunishini va e'tirof qilishini talab qilyapmiz. Devletimizin besilib olgan bir davlat deb e'tirof qilishini talab qilyapmiz. Buning uchun shu medialda parlament a'zolari bilan va boshqalar bilan kurashib dardimizni to'g'ri anlatyapmiz. Chunki bizning masalamiz men doim deb kelyapman, yolg'izdan kishilik huquq masalasi emas. Bizning masalamiz bir davlat masalasi, bir zamin da'vosi. Shuning uchun Xitoy bu irqiy qirg'inchilikni yurgizyapti. Ve bizniki bir daldan qutulishimiz mustaqilligimizni istab keltirish. Bizniki mustaqil davlatimiz bo'lmay turib, bizniki kishilik huquqimiz, diniy erkinlikimiz va yoki boshqa narsamiz bo'lmaydi. Davlatimiz bo'lgandan keyin biz qirilmaymiz. Davlatimiz bo'lgandan keyin biz dinimizni xohlagancha ibodatimizni qila olamiz, tilimizni xohlagancha so'zlay olamiz. Boshqa erkinliklarimiz bo'ldi. Hatto bizimizning davlatimizning boy bir zamin bo'lgandan keyin hammamiz boy va bayoshat yashaymiz inshaalloh. Rahmat. Yuqorida siz qilayotgan xizmatlar bilan qisqacha tanishib chiqqan bo'ldik. Undaqda oldimizda kelayotgan ikki jumhuriyat xotir kuni munosabati bilan biz muhojiratliklar bu kunga qanday tayyorlik qilishimiz kerak? Bu kunlarda nima faoliyatlarni qilishimiz kerak? Biz hammamiz o'zimizningki turishliq davlatlarda kam deganda hammamiz bir yerga to'plashishimiz kerak. Bir yerga to'plashib xalqaroga o'zimizningki mustaqilligimizni asli keltirish bo'lgan orzuyimizni, ifodamizni bildirishimiz kerak. Chunki hozirgi vaziyatda xalqaro bizni kuzatyapti. Buni ko'ryapsizlar, yaqinda Amerika hukumati Tibet masalasi Tibetlarga muhim Tibet masalasiga qaraydigan bir tashqi ishlar ministerligida bir xodim bekitdi. Va Tibetninki masalasi butun dunyoga tulinib bo'ldi desak bo'ladi. Chunki Tibetliklar bir yer kelib bo'ldi. Mayli ular
Avtonomiya talep qilsin, meyli mustaqillik talep qilsin, meyli boshqa narsa talep qilsin, ularniki bir kelgan nuqtasi, birinchisi bizning davlatimizning ismi Tibet deydi. Biz Tibet ichida asonliq bir millat emas, biz yerning egisi deydi. Üçüncüsü biz 49'dan burun mustaqil 50 yıldan burun mustaqil devlet idik. Xitoy bizni besib oldi va biz tinchlik holatda buni hal qilg'imiz bor. Ammo xalqimiz kundan kun sir mustaqillik talab qilyotdi deb buni xalqaroga jakalavyotdi. Hozir Xitoy asta-asta yimirilyotdi. Shuning bilan Tibetliklar o'zininki ifodasini xalqaroga bildiryotdi. İfodasini bildirish orqali biz atogin devletimizni boshqara olamiz. Biz devletimizning mustaqilligimizni xohlaymiz. Hozir manda deb turgan bilan bizning umumiy xalqimiz mustaqillikni xohlaydi. Mushuni bil xalqaro deb bildiryotdi. Shuning uchun bizmi mayli bizningki siyosiy ko'z qarashimiz o'xshamas bo'lsin, mayli boshqa bir tufaylidan o'xshamaslik bo'lsin yoki ishki ziddiyatli bo'lsin, buni qayrib qo'yishimiz kerak. Hozir biz ishki ziddiyatlar bilan bir-birimiz bilan baslashib, buni qilib, buni qildigan vaqt emas. Hozir biz xalqimiz qirilib, yo'qab ketib borgan bir vaziyatda biz birlikda kam deganda bir kunda davlatimizningki mustaqillik kunimizda biz kuchlarga to'kilishimiz kerak. Xalqaro bizningki bir ekanligimizni, nishonimiz, ya'ni kam deganda nishonimiz mustaqillik bo'lishi kerak. Kam deganda davlatimizni aslo keltirish g'oyamizni dunyoga bildirishimiz kerak. Shuning uchun biz barliq tashkilotlarni, faoliyatchilarni, shaxslarni o'zining turishlik davlatida, mayli ularningki davlatningki tashqi ishlar ministrlik oldida bo'lsin va yoki parlament oldida bo'lsin, u bo'lmay qolsa, kim deganda hozir shu Xitoy qarshi siyosatni yurgizayotgan Amerika davlatininki elchixonasilar va yoki konsulxonasi oldida yurish qilishimiz kerak va dunyoga bizningki mustaqillikka bo'lgan ifodamizni bildirishimiz kerak. Chunki atogin Tibetninki mustaqillik bo'lishi bo'lmasligi u muqarrar aniqlanib bo'ldi. Tibet cho'qim mustaqil bo'ladi. Boshqa Xitoy cho'qim yiqiladi. Ammo biz yana siyosat aldanib ketsak, burungi ajdodlarimizdek ba'zi qismlardek aldanib ketsak, biz mustaqilligimizni tushuntirmasak, biz tamamen yo'qolib ketamiz. Yana avtonomiya o'yiniga yoki boshqa bir o'yinga aldanib ketsak, biz tamamen kelgusimiz tamamen yo'qolib ketadi. Shuning uchun biz bir yerga to'plashimiz kerak. Butun dunyoning har qaysi yerda o'xshash kunda hammamiz chiqishimiz kerak. Andan keyin xalqaro bu Sharq Turkiston xalqi, bu Sharq Turkiston davosi o'lmabdi. Buningga biz dasmiy solsak, o chaqda biz yüzümüz chiqib ketmaydi. Bu bilan ish qilg'il bo'ladi ekan. Bu nim qilmabdi. Chunki Xitoy dunyoga tehdit. Dunyoga tehdit bo'lganligi uchun xalqaro majburiy, mayli ixtiyori bilan bo'lsin, mayli ixtiyori bilan bo'lmasin, majburiy biz bilan ish qilishga majbur bo'ladi. Chunki Xitoyning eng chong dushmani Sharq Turkiston. Xitoyning eng ojiz nuqtasi yana shu Sharq Turkiston. Xitoyni yo'qotish uchun biz bilan ish qilmay boshqa chora yo'q. Buni butun dunyo bilib oldi. Xitoymi zaten mushundan qo'rqib, atogin xalqaro bu Uyg'urlarga, bu Sharq Turkistonliklarga yordam qilmay qolsa biz vayron bo'lamiz deb boshda yoshlarimizni 15 dan 45 yoshdagi erlarimizni 2014-yilda boshlab turmalarga, kamplarga qamashga boshladi. Keyin o'ylasa bu yetarli emas. Yaşımdan qilsam yana bu ayollarimiz chiqdi, terlarimiz chiqdi, boshqalarimiz chiqdi, umumiy xalqimizni kamplarga qamab qo'ydi. Chunki Xitoyniki o'zining davlat strategiyasidagi nishoni Sharq Turkistonning mustaqilligini tusash. Birdan bir nishoni Xitoyning shu. Har qilayotgan ishi, mayli Xitoyni yo'tkab akilish bo'lsin, mustaqilligimizni, davlatimizni asl keltirishni, asl kelib qilishni tusash. Xitoyning nishoni shu. Chunki biz davlatimiz asli kelib qolsa, Sharq Turkiston davlat bo'lib qolsa, Xitoyningki strategiyasi dunyoni
besiviliş stratejisi, dünyanın hükümranlık bulaş stratejisi şu zamanla bozulup gitti. Şunu tusaş için başında ırkî kırgınçılık, müstemlekçilik siyasetini yürgüzüp keliyotu. Ve bizninki meyli Uygur bulaylı, meyli Kazak bulaylı, meyli Kırgız bulaylı, meyli dinçi bulaylı, meyli dinçi emas bulaylı, meyli başka emas bulaylı. Hammamiz Şarkı Türkistan'da. Bizning ortak noktamız şu. Ortaklarımız muşu bolgandan keyin hammamiz davlatimizniki mustaqillik kunida o'tirg'a chiqishimiz kerak. Bir yer toplanışımız kerak ve dünyaya bizningki mustaqillikdan başka yol qutuluş yok ekanligini biz uchun. Onundan başka narsani talab qilmaydiganligimizni bildirishimiz kerak. Onundan keyin xalqaro bizga yordam beradi. Onu qilgandan keyin xalqaro yordam kelgandan keyin ondan keyin biz qutulamiz. Ondan keyin bizniki kishilik huquq masalalarimiz, boshqa narsalar hal bo'ladi. Davlatimiz bo'lganda. Hatto kishilik huquq masalalari davlat bor yerdimi? Meyli Amerika'da bolsun, meyli başka yerde bolsun, o tügmeydiğin bir mesele. O kıyametçe yani bir nersini çıkarıp kişilik hukuk meseleleri çıkarıyordu. Ama bizimki meselemiz yalnızdan bir kişilik hukuk mesele emas. Keyin devletimiz bolgan vaqtımı kişilik hukuk meseleleri buludu. Bu mukarrar bir iş. Bizimki birinci maqsadimiz, birinci derdimiz hazırki hayat mamatlıkımızı saklap kalish üçün. Bizning mavjudligimizni saqlab qolishimiz davlatimiz kerak. Davlatimiz bo'lgandan keyin mavjud bo'lamiz, mavjud bo'lgandan keyin undan keyin boshqa narsalarni nim qilib olgan bo'ladi. Qilib olgan bo'ladi. Davlatimiz bo'lmay turib hech narsamiz bo'lmaydi. Buni biz obdan ko'ryapmiz. Ya tuqqanlarimizni ko'rishamayapmiz, ya ota-onamiz yoki boshqa tuqqanlarimiz o'lab ketsa, ularni bir ziyorat qilib bir cenazesini koyamavutimiz ya aciz singillarimizningki kızlarımızninki iffet namuslarını qo'g'dayamavutimiz. Nima sababdan? Davlatimiz yo'q sabablardan. Shuning uchun hammamizningki qiladigan ishi davlatimizni qanday qilib asliga keltiramiz. Qanday qilib? Birinchi nishon xalqaro bizning kuzatyapti. Bular birlik kelamdi, kelamamdi. Nishoni birmi, emasmi? Chunki ticaretçi mi bir ishni resmiy selishdan burun bu ishni aqamda aqmaslikka qaraydi. Shundoq. Bizningki davomi o'xshash. Agar bir davlat bizga yordam qiladigan ish bo'lsa, oldidan qaraydi. Bularda niyat bormi yo'qmi davlatni asliga keltirish? U niyat bo'lmasa, uningga niyat qildim deb harakat bo'lmasa, o chaqda ish qilmaydi. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz voy biz vatan için canım pida uti buti deb ketimiz. Amma narsani canım qatib vatan için ataymi deb nim qilamiz. Amma vaqt kelgan chaqda oddiy ishlarda mayli bir imzo to'plash ishlarida bo'lsinmi, jimda o'tirib olamiz. Mayli bir namoyish qilish ishlarida bo'lsinmi, jim o'tirib olamiz. Mayli bir narsaga hisob to'plash masalalarida bo'lsinmi, jim turib olamiz. Hozir nim qilmay shu, keyin vatan urush vaqti kelgan chaqda nim qilmaydi. Agar o günü saklap otarsak biz kırılıp gitmez. Yahudilerin ügünüşümüz gerek. Mesela Yahudiler neçe menjinin yazı devletinden mahrum oldu. Devleti yok, sürgün, sarsanı yürüp gitti. Ama ola her günü evlattan evlatka bir sul gitti. Aman bir günü biz İsrail'e kaytımız. Biz mi? Aman bir günü Şarkı Türkistan kaytımız deyip evlatlarımızı yükçüşümüz gerek. Aman bir günü devletimiz nasıl keltirimiz deb bunu umumiy jihatdan teşvik qilishimiz kerak. O'zimizning tariximizni, madaniyatimizni, kimligimizni bilishimiz kerak. Undan keyin biz g'alaba qila olamiz. Shuning uchun bu kunlik chaqiriqqa ammiyadagi tashkilotlarga, rahbarlarga, faoliyatchilarga va umumiy xalqqa bir kun vaqtinglarni chiqarib bir yerga to'plashaylik. Çünkü xalqaro bizni hozir kuzatayotgan bir muddatda cho'ng o'zgarishlar bo'layotdi va bundan keyin cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Biz bir yerga to'plasha olsak, bir mo'minning oldida to'plasha olsak, bir bayroqning ostida to'plasha olsak, undan keyin xalqaro bizga ishonadi, undan keyin rasmiy yordam keladi. Mustaqilligimizni asli bir davlat bizni mustaqil qilib qo'ymaydi.
Ama bunga yordam qila oladigan yo'llar bor. Masalan, davlatimizni besilib olgan bir davlatda moddiy, ma'naviy, moddiy jihatdan yordam qila oladi. Va u yordam bo'lmay turib, reallik nima qilmasak biz chet eldagilar biz bir yerdan yordam olmay turib o'zimiz bir ish qilolmaymiz. Naytas bo'lib hozirgi vatanning ichidagi vaziyat qarasak. Ko'p rahmat, nayt yaxshi qimmatli taklif fikrlarni berdingiz. Undaqda sizningcha bizningki shu mustaqillikdan iborat bu ulug' da'vo yo'limizda qaysi xil kamchiliklar mavjud? Biz da'vo ishlarimizda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Bu vaqtdagi fikringizni anglab baqsaq. Masalan, ism jidal eng cho'ng nimasi ism jidal bo'layotdi hozir. Davlatimizning ismini ba'zi qismlar ba'zilar ko'pincha xalqimiz Sharq Turkistonda o'tdi. Ba'zi qismlar Uyg'uristonchilikni tashviq qilayotganlar bor, ba'zilar yana shu Xitoyninki rezil atalg'isini va yoki Uyg'ur rayon deb ishlatyotdi. Bu nayt xato bir ish. Davlatimiz masalan 49-yilda besilib olgan davlatimiz, yo'qotib qo'ygan, qo'ldan ketgan davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Onundan burun meyli xarita qarang, meyli boshqa narsalar qarang, shu vaqt arxivlab qarang. Sharq Turkistonda bezig'liq. Sharq Turkistonda tunilib bo'lgan bir davlat. Shuning uchun bizningki boshqa narsani boshqa bir ism atishimiz to'g'ri emas. Davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Meyli chet elliklar xolasin, meyli sat bo'lsin, meyli chiroyli bo'lsin, meyli yaramagan bo'lsin bizga. Davlatimizning ismi shu. Shu jihatdan biz davlatimizningki tunishtirishimizda har jihatdan Sharq Turkiston deyishimiz kerak. Keyin davlatimizni asliga keltirib xalqqa ovoz qo'yib, undan keyin ismini o'zgartmadik, uni xalq belgilaydi. Chet eldagi yamanchiq chiqsak bizniki do'posimiz. Chet elliklarni O'rta Osiyodagi hisob oldi keyni bilan 1 milliondan 5 million qichi deydi. Sharq Turkistonning 35 million Sharq Turkiston xalqi bor. Ularning roziliklanmay turib biz davlatimizning ismini nima qilish hech bir nimamiz yo'q. Haqqimiz yo'q. Hech kimning haqqi yo'q. Shuning uchun Sharq Turkiston deb tunishtirishimiz kerak. Xitoyning rezil atalg'inlarini ishlatmasligimiz kerak. Birinchisi shu. Ikkinchisi nishonimizni meyli siyosiy tashkilot bo'layli, meyli kishilik huquq tashkilot bo'layli, meyli boshqa bir tashkilot bo'layli, madaniyat tashkilotlari bo'layli, maktab bo'layli, nishonimiz bir bo'lishi kerak. Nishonimiz nima? Sharq Turkistonning mustaqilligini aslo keltirish. Nishonimiz. Dushmanimiz bir bo'lishi kerak. Dushmanimiz nima? Xitoy va uning işğaliyet güçleri, Xitoy tajovuzchilari. Meyli u komünist bo'lsin, meyli Gomindanchisi bo'lsin, meyli boshqa narsa bo'lsin, Xitoy va Xitoyning işğaliyet güçleri va yoki tajovuzchi kuchlar. Chunki bu visionninki tariximizni qarasak, biz 4 xil Xitoylar bilan kurashdik. Sharq Turkiston xalqi 4 xil Xitoylar bilan urush qilib keldi. Va bu urush hozirga qadar davom qilyapti. Birinchi 1912-yilda Xitoy Manju nimasi hokimiyatga tushgandan keyin, chunki uningdan burunqisi Xitoy emasdi, u Manjul edi. Manju hokimiyatga tushgandan keyin Xitoy millatchilar qo'pab chiqdi. Ya'ni Gomindan. Xitoyning ichida, Sharq Turkistonning ichida bir qism Xitoy millatchi generallar va yoki qo'mondonlar urush ag'alari deydi turkchada, uyg'urchada deydi, uqmayman. Ular bizni Sharq Turkistonni besilib, bizni qirishga boshladi. Keyin Gomindan chiqib Sharq Turkistonni ishg'ol qilaman, mustamlik qilaman deb tirishdi. Uning qarshi urushdi. Keyin kommunistlar kelib, voy biz sizlar bilan birlikda Gomindanni ag'dirib etib, akilimizni aniqlimiz deb aldab hozirgi mushukni qildik. Va bundan keyinmi
ve hatta hazır peytladım o. Men nurgun Xitayninki atalmış demokratçılar bilen, nurgullar bilen söhbet kılıp baktım. Absus, bular tegide yani şu Xitay boğallık için yani şu Xitay milletçilikini kıladı. Meyli demokratlık tonunu kiyip bolsun, meyli başka bir tonunu kiyip bolsun, yani şu Xitay milletçilikini kıladı. Yani şu Şarkı Türkistan'ı Xitay'nın zeminide yalgan sözlerini, yalgan bu nimini oturup koydu. Ve yana Şarkı Türkistan'ı müstemleke kılış niyetini açıklam oturup koydu. Bunun bilen meninki davet kılım, bizninki düşmanımız yalgızlam, kompartiya emas, yalgızlam Gomindan emas. Bizning düşmanımız Xitay. Xitay ve onunki işgaliyet güçleri. Şarkı Türkistan'dan çıkarsan onun bizning düşmanligimiz yok olabilen. Eğer Şarkı Türkistan'dan besili vargan bir devlet dep itiraf kıldıgan Xitay nime demokratçılar bolsa, ular bilen hamkorlik qilsak bo'ladi. Ama ular onu demey turup, yani şu Şarkı Türkistan'ı Xitayning bir partisi dep hamkorlik qilaylik desak, u to'g'ri emas. Ular bilan qat'iy hamkorlik qilish bo'lmaydi. Ular bilan bir suhbat, bir yerda o'tirib suhbat qilishni to'g'ri emas. U shart nima qilmaydi. Biri Xitoy Sharq Turkistonning besavagan ekanligini e'tirof qilish kerak. Ikkinchisi Sharq Turkistonniki mustaqil bir davlat bo'lishini hurmat qilish kerak. Shu ikki narsani asos qilib, qolganlar bilan suhbat qilib, hamkorlashamdoq, kompartiyani ag'daramdoq yoki boshqa ishlarda hamkorlashamdoq qilsak bo'ladi. Uni nima qilishimiz kerak? Uni bu masalada nurg'un teşkilatlar, şahslar bunun hatalık kılıvatıdı. Xitaylar yaman yiligar. Eğer onunki niyeti hakikaten demokratik olsa, ben ne çıktığını sorap baktım. Sen demokratiyani qo'llamısın, ben deydim. Ondan biz demokratiyani qo'llaydigan bolsan, sen bizninki demokratik aqlarimizni qo'llashing kerak. Yo'q, sizlar u yerda asalliq dedi. Nima men asalliq? O mening ziminim tursa. Ko'p qism demokratik degan ko'p qismninki nimasini nima qiladi o? Biz ko'p bo'lgandan keyin sizlar bizga bo'ysunishinglar kerak. Sizlarniki tilingni o'rgansanglar bo'ladi, ammo o zaman bizniki deb ashunda nimani qiladi. Chunki tagida Xitoy yana shu millatchilikni o'tirib qo'ydi. Buni biz obdan bilishimiz kerak. Üçüncü meselede nerede acizlik kelsak desek, yamancık bölünüp gitiş. Bir yere toplanmaslık. Acizlikimiz muşu. Bir-birimizni bıçak sancap, bir-birimizninki işini tusaş. Meyli sen kılanmasan, başkası kıysa onun işini tosmaydı. Doğru bolsa tosmaydı. Mesela Şarkı Türkistan'da televizorda yoki bir yerde so'zlagan so'zda yoki parlamentda Sharq Turkistonda so'zlaymiz desa yoki mustaqillik talab qilma deb so'zlaydi, hech kim uchun ziyni yo'q. Xitoydan boshqa hech kim uchun ziyni yo'q. Hammamiz uchun foydali. Davlatimiz bo'lsa, sen arzu qilayotgan kishilik huquqmi keladi? Davlatimiz bo'lsa, sen arzu qilayotgan diniy haqlarmi keladi? To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Ondan keyin işletilayotgan so'zlar, qilinayotgan talablarga diqqat qilishimiz kerak. Bayatim dedim, masalan biz o'zimizni hech bir vaqt Xitoyning bir partisi deb e'tirof qilmagandik. Sharq Turkiston tarixida biz o'zimizdan chiqib biz Xitoyning bir partisi degan bir isbot yo'q. Hozirga qadar hech kim buni deb boqmadi. Xoinlikdan boshqa. Bir turkum xoinlikdan boshqa buni hech kim deb boqmadi. Shuning uchun biz onunla karıştırışımız gerek. Eğer Xitay bilen birlik yaşamaydigan bolsa, ulu bizniki xalqimizga vekillik qilmaydi. Onu o'tirga qo'yishimiz gerek. Masalan, birisi chiqib qo'pab biz Xitoy bilan birga yashaymiz desa, biz xalq bu ishimiz bilan buni raddiya berishimiz kerak. Ikkinchisi, biz asalliq bir millat emas. Biz yana Sharq Turkistonda yana hozir 71 yilning yozi Xitoy kommunistlar tufaylidan aslında işgaliyet ve müstemlikçilik bulavutdu. Nüfusumuz burunqıdan yaman tüvellep ketdi. Ama yanala Şarkı Türkistan halkı, Uygur, Kazak, Tiguz, Özbek, Tatarlarımız yana Şarkı Türkistan'daki köp sallıqını egilleyimiz. Yani biz o yerinin igisi, biz asallık
deb o'zimizni e'tirof qilsak, Xitoyninki hukmronlikni e'tirof qilgan bo'lamiz. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Üçüncüsü tariximizde mesela Xitoy bazı Xitoydaydı o Uyg'urlar Mongoliyadan keldi yoki u yerdan keldi, bu yerdan keldi deb bizningki zimindagi haqqimizni yo'qotish uchun tirishib keldi. Ba'zilarimiz, ba'zi tashkilotlar tariximizni obdan bilmay, biz 2000 yılının yazı bir yerde yaşap kelyapmiz deb shunda deydigan ishlar bor. Ammo hurmatlik Turg'un Almas efendimninki kitibini o'qiganlar bo'lsa, Uyg'urlar deb kitib yozganti. Kitibida 6400 yillik tariximiz bor deb yozilgan. Xitoy bundan qo'rqib u kitobni cheklab etdi va marhum Turg'un Almas efendimni shu o'lgicha shu uy hapsiga qo'yib qo'ydi. Uyda uy turmusi qo'yib qo'ydi. Bizningki kam deganda 6400 yillik tariximiz bor. Bu Xitoyniki atalmış 5000 yillik tarixidanmi eshib ketadigan tarix. Bu isbotlangan bir tarix. Shuning uchun biz buni takrorlashimiz kerak. Agar birisininki nima qilmasa, sizniki 6000 yildan yuqoriroq tarixim bor bu zaminda. Hatta biz Uyg'urlar yana bir reallik. Biz Uyg'urlar masalan bazı Uyg'urlar aralash bir millet. Bu bir reallik. Çünkü öz vaqtida da Sharq Turkistondagi yashayotgan ba'zi qabilalar bor. Mongoliyadan kelib ko'chib kelgan ba'zi qabilalar bor. Ammo hammamiz bir millet. Xuddi Sharq Turkistonning ichidami Atishliq, Qashqarlik, G'uljilik, Yakellik, Kuchalik, Aqsulik, Turpanlik degandek. Şunu veya ki Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Tatar degandek. Ama hammamiz bir zamanning avlodlari, hammamizning surishti qilib kelsak, ya'ni shu bir ajdodga ketamiz. Buni nima qilib, to'xtatib turib, biz o'zaro yerlik millatchilikni to'xtatishimiz kerak. Uyg'urchada nima deydi? Yurtvozlik qilmasligimiz kerak. Bu cho'ng bir ziddiyet qilib biz bir o'xshash zamonning avlodlari, hammamiz bir millat, bir xalq, bir millatning avlodlari bo'lgandan keyin biz bu yurtvozlik va yoki ichki millatchilikni qayta tutmasak bo'lmaydi. Chunki bunda qilsak biz o'zaro o'zimizga dushman qilib, zaten Xitoyning o'yini shu. Bizni biz bilan ziddiyatlashtirib, rasmiy nishonimizni qaydirib qo'yish. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Ko'p rahmat. Yuqoridan aytdi, yaxshi qimmatli taklif fikrlarni bergan bo'ldingiz. Undaqda sizdan so'raydigan eng oxirgi savolim, sizning buningdan keyingi nishonlaringiz nima? Ham siz shu yoshlarga nimani tavsiya qilasiz? Qaysi tavsiyada bo'lasiz? Mushaq so'zlab bersangiz. Hozir bundan keyingi nishonimiz hozir hammadan ma'lum bo'lgandek, biz xalqaro jinoiy sudlarga Xitoy arz qildik, Xitoy amaldorlarini. Buni shu yilning oxirigacha yoki shular yilning boshida qabul qilib rasmiy surishti qilishni boshlatishga urinyapmiz. Yana shu xalqaroninki Sharq Turkistonning bulayotgan bu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni va davlatimizning beslab olgan bir davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qilyapmiz. Va buni davomli o'xshash holatda talab qilib kelamiz. Nima uchun buni qilyapmiz? Chunki ya ishg'oliyat ostidagi bir davlat deb e'tirof qilinsin, ya irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilsin. Xalqaroninki bu ishga qo'l tiqish majburiyati bo'ladi. Yolg'izlam eg'iz bilan anda kishilik huquq dafsanchilik bo'layotibdi, norozi bo'ldik deb o'tamaydi. Amaliy harakat qilishga xalqaro qonun bo'yicha majburiyati bo'ladi. Bu chaqda biz texnik ko'pdan harakat qila olamiz. Bu chaqda bizga siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan xalqaro yordam
yordam berdi ve bizniki yaşlarımızga bunu hazırımdan tatip nim kılavatman okutish. Bizniki yaşlarımızga bizga nima kerak? Keyin davlatimiz mustaqil, cho'qim mustaqil bo'ladi. Biz onunga tayyorlik qilishimiz kerak. Bizga siyaset biladigan diplomatlık kerak, istihbaratçılık kerak, devlet başqaradigan siyosatlik kerak, qonunchilar kerak. Bu bizga keraklik narsalar. Iqtisod başqaradiganlik kerak. Shuning uchun biz buni har tashkilotlar, yana boshqa tashkilotlarga deyman, qo'lingizdan kelsa talab bir davlat sizlarga yordam qilay desa, mushuni talab qilishimiz kerak. Yosh bolalarimizni o'qitib va tarbiyalab. Chunki atogin biz davlatimizni boshqarishga o'zimizni tayyor qilmasak bo'lmaydi. Birinchi shu. Boshqa yosh bolalarnikimi iloji bor, fursatlar bo'lsa, imkoniyatlar bo'lsa, o'qinglar. Agar universitetda bo'lib o'qolmaydigan bo'lsanglar, kitob o'qib, mayli siyosatda bo'lsin, mayli boshqa narsa bo'lsin, kitob o'qinglar. Kitob orqali bilim og'ili bo'ldim. Burungi ajdodlarimiz universitetda bo'lmagan vaqtlarda shu kitob orqali bilim egallaydi. O'zimizni tayyor qilishimiz kerak. Idea jihatdan andan keyin vatanparvarlikning nima ekanligini to'g'riliq nurg'un kitob va material ko'rishimiz kerak. O'zimizni o'ngishimiz kerak. Chunki davlatimizningki nima foyda bo'lsa, chunki vatanparvarlik ideyasi bizda ojiz bo'lganlik uchun. Biz davlatimizni qo'g'dayolmaganligimiz uchun mana mushkul qoldik. Shuning uchun bunday kunga yana ikkinchi qitim bunday bir kun, bunday bir fojia kelmaslik uchun o'zimizni tarbiyalab, avlodlarimizni tarbiyalab buni oldini olishimiz kerak. Üçüncü mesele, yana bir mesele kelsak, qo'limizdan nima ish kelsa, hammamizniki o'zimizga xos iqtidorimiz bor. Ba'zilarimiz yoza olamiz, ba'zilarimiz tarjimonlik qila olamiz, ba'zilarimiz shu ziyorat nima qilib, suhbat orqali ish qila olamiz, ba'zilarimiz odam to'play olamiz. İqtisadımızı çıkara alalımız yoki iqtisod to'play olamiz. Mush jihatdan hammamiz hamkorlashishimiz kerak. Hammamiz tashviq, kim deganda Twitter, Facebook orqali tashviqot qilishimiz kerak. To'g'ri tashviqot qilishimiz kerak. Dunyoga bizningki mustaqillik orzuyimizni bildirishimiz kerak. Ondan keyin qarashlar asosida keladi. Bu yerda ammishni tafsili degili bo'lmaydi. Ammo buni ko'rayotganlar, ba'zi aqli bor insonlar tushunadi meniki nega ketayotganligimni. Shu bizning qila oladiganimiz, hozircha qila oladiganimiz shu. Aldanmasligimiz kerak. Chunki Xitoy o kadar ilgari bir dushmanki, ba'zida bir-birimizni ziddiyat qilib qo'yilgan ishlarni nurg'un tarixdan buyon qilib kelyaptilar. Tarixdan buyon Uyg'urlarni va boshqa Turkiy xalqini bir-birisiga ziddiyat surib, bir-birisining davlatini yiqitish uchun, oxirida Xitoy hukmronlik qilish uchun bu uyallarni o'ynab keldi. Hozir shu tashkilotlar orasida bo'lsin, shaxslar orasida bo'lsin, shunday qildi. Aramizda Xitoyning josusi yo'q degili bo'lmaydi. Albatta bor. Bu hatta meyada bir kitap var. Ben hammadan bu tavsiye kılım İngilizce biladiganlarga. Xitoy josuslar deb. Bu kitap bu Xitoyninki josuslik harakatlari. Bu kitapta ba'zi yerlarda aniq Sharq Turkiston to'g'riliq ba'zi yerlarim bor. Xitoyninki bizningki Sharq Turkiston davosini to'xtatish uchun mayli Afganistan'a, meyli başka yere adam yollaganlık ikili to'g'riliqdim bor. Davani buzish uchun va ba'zi tashkilotlar uchun o'zining adamlarini selib davani, mustaqillik davosini boshqa burmalab ketishniki nimalar to'g'riliqdim bor va boshqa davlatlar qarshi qilgan istihborot harakat to'g'riliq nimalar bor. Buni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Hushyor bo'lishimiz kerak. Eng muhimi hushyor bo'lishimiz kerak. Endi ishq bir-birimizdan gumonlasak bo'lmaydi. Ammo
ma ikki nimaga qarashimiz kerak. Biri, ma adamning da'vatgan gipi yoki ma tashkilotning qilayotgan so'zi harakati ma bizningki mustaqillik da'vosi ziyni bormi, ziyni yo'qmi? Biri shu. Ikkinchisi, ma'niki da'vatning so'zi yoki harakati xalqimizningki birligiga ziyni bormi, yo'qmi? Shuni qarashimiz kerak. Bizga burun ajdodlarimiz 11 ayning 12 günde 1933 ve 1944 yılı Şarkı Türkistan Cumhuriyeti ilan kılındı. Bunun da yalnızdan Uygurlu ilan kılındı bir kıyga iş emez. Bunun da Kazaklımba, Kıygızlımba, Özbeklimba, Tatarlımba. Meyli birincisi olsun, meyli ikincisi olsun. İkilisi de okşar. Yani mu keyinki devletimiz kurulgan devletimizdi mi, müstakillikimizi keltiriş kürüşümüzdü mü? Yana şu qarindaşlarımız, Kazak, Uygur, Özbek, Tatar hammamiz birlikte hareket qilishimiz kerak. Devletimizningki birligini saqlashimiz kerak. Shuning uchun yurtvozlik, nima, ichki millatchilikni qilmasligimiz kerak. Vatanparvarlikni nishonimiz qilishimiz kerak. Vatanparvarlikni qilishimiz kerak biz o'zimiz uchun va nishonimizni mustaqillik qilishimiz kerak. Rahmat, yuqoridan ayet yaxshi qimmatlik taklif, fikr va tavsiyalarda bo'ldingiz. Hurmatli Solih, Xudo yarapandim, vaqt munosabati bilan bugungi bu programmamizni mushada oxirlashtirsak, sizningki qimmatli vaqtingizni chiqarib bu programma qatnashib berganligingiz uchun yana bir qatim rahmat aytamiz. Sizga rahmat, bugungi o'sha suhbatni qilish fursat berganligingiz uchun. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, programmamizning oxirida vatanimizning ozodligi uchun o'zliksiz tirishib, fidokorlik bilan xizmat qilayotgan barliq tashkilot rahbarlari va shaxslarga Janob Allohdan katta ajrlarni tilaymiz. Shuning bilan birga bu ikki Cumhuriyet kunini ihyo qilish yo'lida texmo tirishishini, o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, Sharq Turkiston mustaqilligi hammadan a'lodan iborat bu shior ostida to'planib, texmo yaxshi natijalarni, texmo yaxshi g'alabalarni qo'lga keltirishini Janob Allohdan tilaymiz. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi bu suhbat programmamizni mushada oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.